Assalomu alaykum. Hozir oshirma xamirdan mazali bo'lishgachalar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga oshirilgan xamir kerak bo'ladi. Men tayyor xamirni olib oldim. Hozir boshlaymiz. Mana xamirni ochib oldim. Endi buni xamirimizni oshirma xamir o'rtacha qalinlikda, juda ham yo'qa bo'lib ketmasligi kerak. Yoyib olamiz. Shu tarzda yoyib olamiz xamirimizni. Mana xamirimizni yoyib oldim. Endi ichiga, nachinkasiga tvorog tayyorlab solamiz. Nachinkasiga 400 gram tvorog oldim. Bunga yaxshilab shakar qo'shib, 250 mg shakar qo'shib, tez stakanda shakar qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshi massa hosil bo'lguncha yaxshilab ezib aralashtirib, yaxshi massa hosil qilamiz va undan keyin xamirimizga nachinkani solamiz ichiga. Mana shakar bilan yaxshilab aralashtirib oldim. Yaxshi massa hosil bo'ldi. Mana endi buni bemalol bo'lishgani ichiga solsak bo'ladi. Mana yoyib olingan xamirni bo'lakchalarga bo'lib oldim. Mana shunday bo'lakchalarga bo'lib oldim. Endi bularni ichiga tvorog solib joylashtirib chiqamiz. Mana tvoroglarni solib joylashtirib oldim. Endi buni chiroyli qilib tugamiz, bukib olamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bukib oldim. Endi bularni yaxshilab ustiga tuxum surtib, keyin duxovkaga qo'yamiz. Mana bo'lishkalarimizni ham tuxumlab oldik. Endi bularni ustiga chiroyli bo'lish uchun sedanalar ham sepib chiqamiz. Mana bo'lishkalarimiz tayyor. Endi duxovkaga bemalol qo'yib yuborsak bo'ladi pishirish uchun. Mana ko'rinishi ajoyib. Endi pishirishga qo'yib yuboramiz. Mana azizlar, bo'lishkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham chiroyli, ham juda ham mazali chiqdi. Juda ham chiroyli, mazasi ham juda yaxshi chiqdi. Bitta ikkitasi mana bunaqa ochilib ketdi. Ochilmaslik uchun yaxshilab tugishinglarni tavsiya qilardim. Mana bunisi juda ham chiroyli chiqdi, ochilmasdan. Mana bitta ikkitalari ochilib qoldi. Shu ochilmaslik uchun yaxshilab chetlarini tugib, mahkamroq tugsanglar, ochilmasdan juda ham chiroyli bo'lib, mana bunaqa bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Hammanglarga tavsiya qilib qolaman. Juda ham mazali qilib ko'rishinglarni.